Bu yerda ham sanatoriya bo'yicha dam olish mumkin ekan, ham davolanish mumkin ekan. Jizzax viloyatidan kelganman. Kelishga qaror qilganim mening o'zi davleniyam bor. Boshlarda, quloqlarda tovushlar bor. Bundan oldin bir necha marta viloyat kardiolog bo'limida bir 3 martalar davolanganman. Shundan keyin shu yerda ham shunday doktorlar yaxshi davolaydi degani uchun shu yoqqa o'zim kelganim bugun 4-kuni. Meni yaxshi kutib oldi. Keyin fizioterapiyada 3 ta bo'limga 4-chi, 7-chi, 15-chi kanallarga yozib berdi. Tok bilan beldi, oyoqni, keyin shuni pochkani, keyin oyoqni unuqlan shu yerlarga yozib berdi. Keyin buni vannaga yozib berdi. Kechalar dushga tushdim, bugun vannaga tushdim. Bugun ham fizioterapiyaning hamma uchalasiga ham tushib keldim. Okulisga uchrashing dedi, o'g'an uchrashdim. Rentgenga uchrashing, ana kiras dedi, o'g'an kirib keldim. Sazlar yaxshi tarafga o'zgaryapman. Birdan toza olib ketganim yo'q-ku. Bugun ham shuni o'lchatib edim, albatta. Kelganimga nisbatan quloqda tovushlar sekin-sekin, asta-asta to'xtayapti. Shuni sezyapman. Qalladagi ham, quloqda ham. Mana qo'limda bijirlashlar bor edi, lekin o'zgarish bor. Mana o'ng oyog'im tepamga muzlar edi. Shunday har qanday holatda ham ko'proqda endi mana uni o'qsam. Ana shular ham sekin-sekin hozir shu bugunlardan bir ona bo'ldi. Endi normalga kelib qoldi. Yaxshi bo'lyapti, o'zgarish yaxshi. Menga shu mineralli foydali suv dedi. Shuning uchun o'zim borib tushib kelyapman-da. Xodimlar ma'mulasi yaxshi, lekin hozir hech qaysi bir anaqa joyi yo'q. Bobo deb, ota deb uni qilib turibdi. Hech qanday anavi yo'q. 70 gacha ko'tarmang do'lani. Shuning uchun oldin. Necha yoshdasiz? Xudo xolasa endi bir kam 70 deyapti. Bu yerda ham sanatoriya bo'yicha dam olish mumkin ekan, ham davolanish mumkin ekan. Aniq, men uni chunki aytdim-ku, bo'lganman, Tavasayda bo'lganman, boshqa yerda bo'lganman, Farg'onada ham bittasida bo'lganman.